fikr qiladi. Payg'ambarimiz aytganda, diqqat qilinglar-da. Arjahukum aqlan ashaddukum hubban lillah. Ichinglardagi eng aqli pishganinglar, ichinglardagi eng aqllilaringlar Allohga muhabbati ulug'rog'inglar. Allohga muhabbatlirog'ingiz aqli rojihrogingiz dedilar. Qanchalar Allohni yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, shunchalar aqllisiz. Menga nima qilib berib qo'yib seni xudoying deydi. Eshitgansizlar shuna gaplarni. Menga nima qilib beribdi Xudo? Hamma yo'lda o'zimni deydi, mana shu qo'llarim bilan qildim deydi. Menga hech kim yordam bergan emas. O'zim erishdim shu narsaga deydi. Demak, odamning esi yo'q. Bu odamning esi yo'q. Shunday qilib Musa ibn Umayr to'kin sochin ne'matlar bilan to'lgan hayotida iymon yo'lini tanladi va bu narsalardan hammasidan mahrum bo'ldi. Islomdagi birinchi elchi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning elchisi. Mana shu vaqtda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madina Munavvaraga